alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlarga mana shu hozirgi kunda trendda bo'lgan va ko'pchilik savol berib, ko'pchilik obzor qiling deb so'ragan o'sha mashhur Zubr 1105 modelni obzorni qilamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, like, podpiska bosishni unutmang. Ushbu videoni Zubr 1105 olaman deb yurgan do'stingizga tirs jo'natib qo'yasiz. Shu traktorimiz yangilangan model 2025-yilda yig'ilgan. Buni afzallik tomonlari eskisidan ramasi uzun. Bularning alohida dinamlari bor, ikkita dinam. Mana bu yerda o'zining dinami bor, keyin bu doполнительный dinam qo'yilgan, chunki bu staterni aylanishga katta kuch kerak bo'ladi. Ya'ni katta kuchlanish ishlagani uchun akkumulyatorlarni tez o'tkazib qo'yadi. Eski versiyalarda shunaqa edi. Akkumulyator muammosi bo'lganligi uchun bularga alohida katta dinam, moshina dinam qo'yib chiqarilgan. Bundan tashqari LED chiroqlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek va mana bu dalni bilishni chiroqlar bilan jihozlangan. Yana qo'shimcha qulayliklardan mana bu yerda temperatura datchik, antifriz, temperatura datchik, moy datchik va bu yerda mana bu yerda akkumulyator. Akkumulyatorni ko'rsatadi. Ruliga e'tibor beramiz. Ruli juda ham yumshoq. Ko'pchilik obzorlarda boshqa sotuvchilar rulni gidravlika deb reklama qilishgan ekan. Ko'pchilik keladi menga rulni gidravlikami deb ko'p savollar beryapti. Bu rulni gidravlika degan odamlarning o'ziga menimcha ular gidravlika nimaligini bilmaydi yoki gidravlikalik mashinani haydab ko'rmagan menimcha. Yoki nimaligi haqida tushunchaga ega emasligi uchun odamlarga noto'g'ri informatsiya beryapti. Iltimos, noto'g'ri informatsiya bermang odamlarga. Gidravlika boshqa narsa, вообще gidravlika remen orqali gidronasosni harakatlantiradi. Bunga gidronasos yo'q. Mana bu yerda bir chervak bor, remen mana kardan orqali keladi. Yumshatilgan rulni shuning hisobiga ruli yumshatilgan buni. Mana bu yerda 3 skorsga keladigan bo'lsa 3 ta skorslik. Bundan tashqari 3 ta skors повышениyaga, 3 ta skors понижениyaga. Mana bu ruchak понижение, повышение. Bundan tashqari to'xtagan holatiga ham vom оборотini ishlatsa bo'ladi. To'xtagan holatga orqa frezani yoki boshqa bir agregatni qo'shib ishlatsa bo'ladi. Pompa-mompani xuddi shunga o'xshagan agregatlarni. Mana bu yerda silindrlar keladigan bo'lsak, mana eng şey turibdi mana bu yerda. Bu yerda mana bu naveskani harakatlantiradigan mana bu yerda ikkita richak. Oldingilarda bitta richak bo'lardi, ikkita richak. Bu ko'tarib tushiradigan va bundan tashqari mana tashavordi. Bundan tashqari mana bunisi bo'sh, stoy. Mana bu yerda ikkita zaglishga qo'yilgan. Xohlagan agregatlarni taqib, qo'shimcha oldiga silindr o'rnatib yoki boshqa bir qanaqadir ishlarni qilsa bo'ladi. Bundan mana ballonlarni yangi alohida e'tibor berib o'tamiz. Ballonlarga bu yangilangan versiyasida o'qi juda ham uzun. Buni o'zlaringiz xohlaganda kenglikda agat kengligida regrovka qilib olsangizlar bo'ladi. Frezamiz 120 lik. Zavodskiy freza. Biz komplektda yana 2 korpuslik plugni ham qo'shib beramiz. Ballonlari juda ham mustahkam, protektorlari baland. Ancha-muncha yil xizmat qilib beradi. Keyin yana bitta qulayliklardan biri buni воздушный filtr. Воздушный filtrga bu двойной. Mana bu yerda masla orqali havoni tozalab dvigatelga beradi va bundan tashqari tepa qismida ham moy orqali filtrlab ikki bosqichda havo filtrdan o'tadi. Bu motorni uzoq vaqt xizmat qilishiga kafolatlaydi. Radiatorlik dvigatelimiz, radiator, antifriz qo'yiladi bunga. Suv quymanglar, maslahatim. Chunki bu motorlar yo'q qo'ysa o'ng sutkalar bir hafta o'ng sutka ishlatib turganlar bor, pompa qo'yib o'chirmasdan uzoq vaqt xizmat qiladi bu motor remontsiz. Shuning uchun blok yemirilishiga olib keladi suv bo'lsa agar. Motor blok yemirilishiga olib keladi. Endi suv bari korroziya beradi.
Shuning hisobiga mana bu yerda ruchnoy gaz оборот past baland regrovka qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu richag orqali orqa frezani qo'shib ayiradi. Xolastoy и qo'shib ayiradi-da xolos. Mana bu enshini gidrobaki, распределительный gidrobaki mana bu yerda. Mo'y mana bu yerda mo'y qo'yiladi. Bu yerda antifriz и bu yerda topливо, yoqilg'i. Mana. Bundan tashqari signalimiz bor. Massa pichatlari bor. Dinalari orqa oldi bo'ladi. Traktorni bitta zavod qilamiz. Gaz regrovkasi, оборот regrovkasi qo'yish mumkin. Past baland. Traktorda yo'q bitta qo'zg'alib ko'ramiz. Juda ham yumshoq yuryapti traktor. Mana do'stlar, obzorimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni ayamanglar. Ushbu videoni mini traktorga qiziqadigan, traktor oladigan, traktor olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tezda jo'natib qo'yasizlar. Pastda nomerlar qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.